Ilm eng buyuk sharaf. Ayni payt mazkur shior ostida Farg'ona viloyatidagi mavjud barcha umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Ma'lumot uchun 2024-2025 o'quv yili yakunida viloyatdagi mavjud 1076 ta umumta'lim maktablarning 47311 nafar 11-sinf o'quvchilari bitiruvchiga aylanib, bugun mustaqil hayotga qadam qo'ymoqda. Ular orasida esa Marg'ilon shahridagi 29-maktabning 47 nafar 11-sinf bitiruvchilari ham bor. Maktab hovlisida so'nggi qo'ng'iroq hamda 2024-2025 o'quv yili yakuni uchun tashkil etilgan tadbirda bitiruvchi sinflar bilan bir qatorda maktab o'quvchilari, faxriy o'qituvchilar, ota-onalar, mahalla faollari, shahardagi mas'ul rahbarlar hamda yoshlarga o'rnak bo'luvchi maktabning sobiq bitiruvchilari taklif etildi. Bayram davlatimiz rahbarining bitiruvchi o'g'il-qizlarga yo'llagan tabrigi bilan boshlandi. Shundan so'ng marosimda so'z olganlar mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan bitiruvchilarga kelgusida zamonaviy bilim va mukammal kasb-hunarga ega bo'lishlari omad va zafarlar tilashdi. Marg'ilon shahridagi 29-maktabimizda 47 nafar o'quvchilarimiz 11-sinfni bitirgan bo'lsalar, 104 nafar o'quvchilarimiz 9-sinfni tamomladilar. Mana shu munosabat bilan men bitiruvchilarimizga katta hayotga qadam qo'yayotganlari bilan chin yurakdan tabriklayman. Hammalariga oliy o'quv yurtlariga kirishlarini, hayotda o'z o'rinlarini topib, jamiyatimiz uchun foydali insonlar bo'lishlarini tilayman. Bugun mazkur maktabda yangragan so'nggi qo'ng'iroq bitiruvchi yoshlar qalbida unutilmas tuyg'ularni, hayajon va quvonchni uyg'otdi. Xayr maktabim qo'shig'ini jo'r ovozda kuylab, hayotlarining muhim bosqichini ortda qoldirgan 47 nafar 11-sinf bitiruvchilari aynidan mehribon ustozlari, aziz do'stlari va qadrdon maskani maktab bilan xayrlashmoqda. Bugun biz bitiruvchilar hayot yo'lining eng muhim burilish nuqtasidamiz. Maktab bizni bilim bilan qurollantirdi, orzu va umidlar bilan boyitdi. Endi esa oldimizda katta hayot yo'li ochilgan. Endilikda mazkur bitiruvchilarni oldinda yangi sinovlar, orzular sari yo'l kutmoqda. Biz esa maktabni tamomlayotgan barcha o'g'il-qizlarga kelgusi ta'lim va mehnat yo'llarida yuksak marralar, omad va porloq kelajak tilab qolamiz. Muhammad Sidiq Usmonov, Ravshan Nabijonov, Hudud informatsion dasturi uchun.